simlarni to'g'irlab beramiz. Holatini ko'rishingiz mumkin. Hammasini ochib mana ketganni alishtirib, xudo xolis to'g'irlab beramiz. Videolarni kuzatib boringlar, bitib o'tgan holatlarni ham qo'yib boramiz. Mana ochuv joylari, mana ishqalanib yurganda mana simlar. Mana shu simlarni boshlaganmiz, ishlayapti. Videolarni kuzatib boringlar. Mana simlarni to'g'irlab bo'ldi mana. Generator, akkumulyator simlarni, mana kompyuter simlarni boshlaganmiz. Bularda mashinalarni siltab cheksiga yonib qo'yapti. Mana asosiy sabablari mana shu joylar ochuv mana. Simlarimiz tayyor bo'ldi. Mana akkumulyator, generator ketayotgan tarafi, mana bunisi kompyuter ketayotgan. Qilib mana yig'i, ventilatorlar mana двойной ishlaydi, maliy оборотda ishlaydi. Birinchi mash ishlaydi, keyingisi narigisi ishlaydi. Mana simlarni ko'rishingiz mumkin. Hammasi mana akkuratni ideal bo'lib chiqyapti mashinamiz xudo xolisa. Videolarni kuzatib boringlar, bitib o'tgan holatlarni ham hammasini qo'yib boramiz. Hammasi через perdaxtil orqali bo'ladi. Sizlarni yechdik, tanib ketgan o'ynashini ko'ryapsizlar. Nima sansam bo'lib yotibdi deb bilaman. Yana hech nima shaqillaydi, orqasida plasmastalarni o'ynayapti bilan hammasi. Bular hammasini qotirib akkuratni so'rab akkuratni qilib yig'iladi. Holatda yechib oldik, simlarning holatini ko'rishingiz mumkin. Hozir bilan hammasini akkuratni qilib, sifatli qilib izolyatsiya o'rab yig'amiz. Mashinalarni tekinga yuvib beramiz. To'g'ri eshitibsizlar. Faqat bizda ponni full variantda remont qildirsanglar, usti bilan motorini tekinga yuvib beramiz. Bu videoni shunaqa retrosi bor akalarga, Nexa'si bor akalarga jo'natib qo'yinglar. Pastda nomer qoldiramiz, bemalol aloqa qilib ko'ringlar. Mashinamiz tayyor bo'ldi. Bu mashina signalizatsiya ustanobga qilib berdik, elektr оборотlarni yig'ib berdik. Mana ko'rsatib o'tamiz mana. Ketgan narsalarni alishtirish simlarini o'zini zavod holatida qilib qo'ydik. Mashinamizni mo'yka qilib berdik. Pilis minis kilemalagacha boshqa qo'yib berdik. Signalizatsiya ham ustanobga qilib berdik. Tablolarini ko'rishingiz mumkin. Pechkalarni ishlatib berdik. Pechkalari ham ishlamasa ekan, oyog'iga, tepaga, pastga bo'lmasa ekan, avariykalar yonib o'chyapti. Bu mashinada mana faralarni to'g'irlab berdik. Dannilargacha ishlayapti. Signallarigacha chalyapti. Mana pultni bossa bagaj ochganlargacha ishlayapti mana. Zadniy faralar, orqalari hammasi ponni mashinamiz ishlayapti. Yana bir marta ko'rsatib o'tamiz. Ortiqchasimi yo'q mana. Boya kelgan holati bilan hozirgi holatini bemalol ko'rishingiz mumkin mana. Hamma shuni otsanglar salon asoshinalariga jo'nyapti. Yana bir marta ko'rsatib o'tamiz motorni ketganini alishtirib, o'zini zavod holatida qilib qo'ydi. Mana injektor simlar, uncha mashinada bunaqa turmaydi. Sizlarga shunaqa xizmatlar bo'lsa, ertasiga akkuratni, sifatli qilib elektr montajini qilib beramiz. Bu videoni shunaqa Nexa'si bor akalarga tezda jo'natib qo'yinglar. Mana shunaqa simdan qiynalib yurgan bo'lsalar, olib kelsalar akkuratni, sifatli qilib beramiz. YouTube'da, Telegram, Instagramda hammasida nig'matli elektrga yozsanglar chiqib keladi. Videolarni kuzatib boringlar. Salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik.